Qirg'iz-qozoq chegarasidagi Qayingdi temir yo'li o'tkazma bekatidan radiatsiya xavfliligi yuqori bo'lgan yuk ushlandi. Bu haqda chegara xizmatidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, yuk Xitoydan Qirg'izistonga Qozog'iston orqali kelayotgan bo'lgan. O'tkazish punktidan radiatsiya portal ishlab ketgan. Shu bois chegarachilar yukni qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazganda radiatsiya darajasi me'yordan ortib ketgani sezilgan. Radiatsiya xavfsizligini saqlash maqsadida yuk Qayingdi stansiyasidagi maxsus joyga kiritildi deb aytiladi ma'lumotda. Qirg'izistonning hududiga kirgan yuk 37 tonnani tashkil etgan. Unda qattiq materiallarni maydalovchi uskuna, olovga chidamli g'ishtlar va qurituvchi moslama bo'lgan. Tekshirish ishlarini olib borish uchun ishlangan yuk Favqulodda holatlar vazirligining xodimlariga o'tkazib berilgan. Qirg'iz-Xitoy chegarasidagi Erkashtam o'tkazish bekati bugun vaqtinchalik yopiladi. Bu haqda davlat chegara xizmatidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, chegara Xitoy tomonining taklifi bilan mazkur bekatda olib borilayotgan rekonstruksiya ishlariga bog'liq soat 8 dan 15 gacha yopiq bo'ladi. Fuqarolar, transport va yuk o'tkazilmaydi. Suzoqda bir oiladan 3 kishini o'ldirishda gumonlangan shaxs o'z joniga ham qasd qilganini kuch organlari xabar qildi. Voqea 7 dekabrga o'tar kechasi Suzoq rayoniga qarashli Beshmo'ynoq qishlog'ida bo'lgan. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, O'zgan rayonining fuqarosi sobiq turmush o'rtog'ining uyiga kelib, kelinini hamda uning ota-onasining yuragiga pichoq sayib o'ldirib ketgan. Jinoyatga qo'l urgan shaxs O'zganning Anaqizil qishlog'ida yashagan. U Suzoqdagi voqeadan so'ng uyiga qaytayotib, yo'lda o'zining ham yuragiga pichoq saygan. Natijada kasalxonaga yetmay vafot etgan. Grippdan bolalar ko'p jabrlanmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministri Talantbek Batraliyev hukumatda o'tgan yig'inda bildirdi. Uning ta'kidlashicha, gripp va yuqumli infeksiyalar bilan jabrlanganlarning 64% 14 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Joriy yilning 10 oyida o'tgan yilga nisbatan kasallik 5,8% ga ko'paygan. Vitse-premyer ministr Cho'lpon Sultonbekova tumov yuqumli infeksiyalar bo'yicha epidemiologik holatni nazorat qilishni tegishli yetakchilarga topshirdi. Gripp kuchayib ketgani bois Bishkek shahridagi barcha maktablar, bola bog'chalari 12 dekabrgacha yopilgan. Respublika miqyosida esa 141 maktabda o'qish to'xtatilgan. Jalolobod oblasining Suzoq rayonidagi Toshbuloq qishlog'ida 2013-2014 yillar oralig'ida 424 gektar yer 60 fuqaroga noqonuniy bo'lib berilgan. Bosh prokuraturaning ma'lumotiga ko'ra, Toshbuloq qishloq hukumatida va Suzoq rayon arxitektura shahar qurilish boshqarmasining xodimlari o'zaro kelishib, xususiy turar joy qurish uchun berish bo'yicha qalbaki hujjatlarni tayyorlashgan. Keyin esa qishloq xo'jalik bo'yicha ajratilgan yerlar transformatsiyalandi deb fuqarolarni aldab, uchastkalarni sotib yuborishgan. Mazkur fakt bo'yicha jinoyat Jazo kodeksining xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, yer qonunlarini buzish, tovlamachilik va boshqa tegishli moddalar bo'yicha ish qo'zg'aldi. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Prezident Almazbek Atambayev ish safari bilan O'zbekistonga boradi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati o'z manbalariga tayanib bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, hozirda davlat rahbarining qo'shni davlatga qachon borishi muhokama qilinmoqda. Safar davomida Atambayevning marhum lider Islom Karimovning Samarqanddagi qabrini ziyorat qilishi kutilmoqda. Prezident apparati bu ma'lumotni tasdiqlamadi. O'zbekistonda 4 dekabrda o'tgan prezident saylovida Shavkat Mirziyoyev ovozlarining 88,61% ni olib g'alabaga erishgan. Atambayev uni tabriklab, Qirg'iz-O'zbek aloqalarini yaxshi tomonga o'zgaradi degan ishonchini bildirgan. Jalolobod hududiy saylov komissiyasi Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasini saylovdan chetlatish bo'yicha qarorini bekor qildi. Unga gender me'yorini saqlamaslik uchun boshqa partiyalarning noroziligiga sabab bo'lgan. Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi saylovda ishtirok etadi. Mazkur partiyani saylovdan chetlatish bo'yicha qarorni Jalolobod hududiy saylov komissiyasi chiqargan edi. Qarorni nima uchun qayta bekor qilinganligi bo'yicha navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Jalolobod hududiy saylov komissiyasi 30 noyabr kuni KSDP partiyasining nomzodlari tizmasini tarqatib yuborgan. Bunga KSDP nomzodlari tizmasini tuzishda gender me'yorlari saqlanmagani va joylashtirish tartibi buzilgani sabab ekanligi aytilgan. Biroq ko'p vaqt o'tmay hududiy saylov komissiyasi masala o'z vaqtida ko'rilmay, tegishli qaror kechiktirilib qabul qilingan deyilib, avvalgi qaror ham kuchsizlantirilgan.
Sababi hududiy saylov komissiyasi raisi Baxtixon Nuraliyeva KSDP partiyasining saylov tizmasidagi kamchiliklarni o'z zimmasiga olgan. Shundan so'ng raisa vazifadan ozod etildi. KSDP partiyasi esa saylovda qatnashadigan bo'ldi. Ошондо гендердик баланс сакталып атат. 33% аялдар, 67% эркектер болчу. Ошол менен 3-чү мынакей кечээ өтүлгөн отурумдагы кабыл алынган чечимдер мен мыйзамдуу деп айтсак болот. KSDP partiyasini saylovdan chetlashish bo'yicha chiqarilgan qaror O'nugu Progress, Atajurt va Atamekin partiyalarining shikoyatidan so'ng qabul qilingan edi. Shuning uchun ushbu partiyalar rad etilgan qaror bo'yicha Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilishga shaylanib turishibdi. Chunki hududiy saylov komissiyasi o'zi chiqargan qarorni o'zi rad etayotgani qonunga muvofiq emas, balkim qarshidir. Бұл жерде ошо партиянын дагы аймак шайлоо комиссиясында, борбор шайлоо комиссиясында күнөөсү бар деп эсептейбиз. Бул боюнча Өнүгүү саясий партиясы кечээ арыз жазып, борбор шайлоо комиссиясына кайрылдык. Ошол 2 декабрь күнү кабыл алынган токтомду күчүнө калтырып берүү боюнча. Буну эми борбор шайлоо комиссиясы арызыбызды карап, жооп берет деген үмүттөбүз. KSDP partiyasini saylovdan chetlashish bo'yicha chiqargan qarorini rad etilishi ba'zi siyosiy ekspertlarning fikricha to'g'ri bo'lmagan, chunki bungacha hududiy saylov komissiyasi partiya nomzodlarining tizmasini ko'rib chiqib, qonunga mos bo'lgan o'zgarmas qarorga kelishi kerak edi va bu hududiy saylov komissiyasi raisasining aybi deydi O'rozgul Anarbayev. Buni o'zi jo'qqa chiqardi эле. Анан keyin men erta менен азаттыктан угуп калдым, кайра кабыл алыптыр деп. Биринчиден мыйзамсыз кылгандыгын жокко чыгарганы туура эле болду. Төрайымы мен айтып кетпедимби? Ушундай жаман иштегенинен, ушундай таразалап албагандыгынан, анан өзүн билемдиктигинен, мыйзамсыз иш кылдыргандыгынан алганы туура эле болду да. KSDP nomzodlari tizmasini tuzishda gender me'yorlari saqlanmagani va joylashtirish tartibi buzilgani haqidagi murojaatnoma Markaziy saylov komissiyasiga yuborilgach, hududiy saylov komissiyasi raisasi ishdan chetlatilgan. Ayni damda O'nugu Progress, Atajurt va Atamekin partiyalari Markaziy saylov komissiyasiga shikoyat qilib, uning javobini kutishmoqda. Agar to'g'ri qaror qabul qilinmasa, sudga murojaat qilishini bildirishmoqda. Yangi yildan boshlab Qirg'izistonda milliy valyutaning 4-seriyasidagi yangi 200, 500 va 1000 so'mlik banknotalar aloqaga chiqadi. Bu haqda Milliy bankdan bildirishdi. 4-seriyadagi sifati yaxshilangan banknotalar avvalgi chiqarilgan banknotalar bilan bir xil aloqada bo'ladi. Birinchidan, o'zgartirilgan banknotada portret milliy uslub bilan tayyorlangan. Ikkinchidan, yorug'likka qaraganda so'm degan so'z o'qiladi deb aytilgan ma'lumotda. Bundan tashqari aloqaga chiqarilgan banknotalarda 2016 degan so'zni ko'rsa bo'ladi.